yer yuzida faqat insonlar kitob o'qishga qodir. Kitoblar olamlar dengiziga sayohat qiladigan hikmat kemasida. Shunday kitob o'qingki, uni mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin. Shunda inson bilan suhbat qiling-ki, ularning suhbati misoli bir tirik kitob bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli. Assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Aytaymanlar bilan. Kecha Naqshband prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kitoblarida Naqshbandning gapini o'qidim. Besamar o'tgan har bir kuningiz sizning dushmaningizga aylanadi. Buni faqat fikrlasiz qaraganlaringiz. Yana bir hozirda inson yetib qoldi. Bu xayoliga bir paytda o'qigan esimga chiqdi. Hozir eslab qoldim. Oddiy insonlar odamlar haqida gapiradi. O'rtaroq insonlar axborotlar va voqealar, hodisalar haqida gapiradi. Olimlar kashfiyotlar, ilm haqida. Do'stlarim, eng yaxshi suhbatdosh bu kitob. Kitob bilan do'st bo'laylik. Bu kitob sizga hech qanday qarshilik qilmaydi, sizga dushmanlik qilmaydi. Bir inson ekan, butun dunyodan xotirjamlik qiladi. Hech qayerdan topmadim. Oxiri topdim, ilmiy bir burchagida bir kitob. Ishonmasanglar, milliarderlarni gapiradi. Oddiy insonlar buyumlar uchun ishlaydilar. Biz esa vaqt uchun ishlaymiz. Eng qadrli narsa vaqtdir do'stlar. Vaqtni besamar sarflamaylik. Yoqma kasbimizda, kerakli sohada kitob o'qiylik. Hayotni qadriga yetamiz va kimligimizni anglaymiz. Salomat bo'ling, o'qing va yana o'qing. Sog' bo'ling.